Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylarida qarindoshlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bunun ikinci vakti hayırlı olsun. Bugünkü tedbiriyay sin derslerimizde qalb xaritasi ve ruhi sağlamlık degan mezmunda birlikte Erkin Sıdık akimizdeki tedbir neşriyat tarafından neşr kılıngan kitabını birlikte öğrenip ütümüz kolumdakisi Erkin Sıdık yazmaları 7. kısım kitap turmuşun muhim savatları ve savapları yani tedbir neşriyatımız tarafından neşr kılıngan 7. kitap kadarlı qarindoshlar. Ders kızgıdığanlar qarindoshlarning ki Huluki tedbiriyay sin dersleri de zihni, qalb xaritasi ve ruhi sağlamlık hakkındaki mezmunlarda olsun qadirli qarindoshlar. Bu kitapның ki 238. beti qalb xaritasi arqali mengden önümlük paydalanış hakkında degan mezmun. Ondan keyin ruhi jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish 250. betdagi ruhi jihatda kuchli bo'lish usullari degan mazmun 255. betdagi qadirli qarindoshlar taxminan 20 bet etrafida mazmunni birlikte o'rganamiz jinim do'stlar. Anda olsa aldı bilen bir qalbdan burun, nimadan burun, ruhi sağlamlıktan burun qalb xaritasi to'g'riliq mazmunni birlikte o'rganaylik. 238. bet. Men kitobninki yoki maqolaninki adresini hali yo'llab qo'yman. Kitobni haqsiz ma'rifat.com degan to'rdan tushira olasizlar. Bizdan shirkatdan setib ola olasizlar. Nashriyatimizdan qadrli qarindoshlar, dunyoning har qanday yeridagi birodarlarga evatib beramiz. Qalb xaritasi orqali mengden önümlük paydalanış hakkında 2016 yılı 2. ayının 12. günü yazılgan makale vatanımız torbetlerinde ilan kılıngan. Yakında ben bir qarindishimizdan mundaq bir parça ilxat topshirib aldım. Naqlda muddatda Assalamu alaikum bilim xumar efendi. Qimmatlik vaqtingizni chiqarib bizler zürür hem ihtiyaçlık boğan makalelerni yazıp bizni yeni bilimlerge eriştirgenlikinizge köp rahmet. Biz şahsi sapani östürüşke selqiravatimiz. Vaqtni başquruş, yenilik yaratish haqidagi maqolalarınız del biz ihtiyaçlık buluvatkan bilimler. Çoğ mığının işleş prinsipi asasıda oturga koyulgan tefekkür schemisi Mind Map'nin kullanış dairesi keng hem de çoğ mığının iktidarını en çoğ derecede kullanılı buludiken. Bu olsa muşu toğruluk maqallarınız bilen teminlegen bolsunuz, tininiz salamet bolsun. Bu qarindishimiz soruğan ilim g'aribda bir kadar umumlaşkan cümleden menmu öz hizmetimde işletip turduğan bir ufkum bulup yuqoridagi elxatni o'qigandan keyin men to'rlardan bir az izlanib baxtim. Hamda ashu ilmning ilmiy asosini tushundiradigan nihoyat obdan mazmunlarni topdim. Mazkur maqolada men ashu mazmunlarni tunishtirib o'taman. İngilizce mind map degan so'zning ma'nosi qalb xaritasi bo'lib, İngilizce mind map degan so'zni men qalbni sxemalash deb olaman. Mening mazkur maqolada tunishtirdiganim ana shu qalbni sxemalash ilmidan iborat. Qalb xaritasi ufqumi g'arbda 1960-yillarda nihoyat keng tarqalgan bo'lib, hozirgacha bu ilm haqida xeli ko'p ilmiy tadqiqotlarmo elib berilgan ekan. Men bu qatim foydalangan maqolalarning ichidagi inglizcha qalbni sxemalash nima uchun unum beradi degan maqolada 13 parça ilmi makale paydalanılan materyallar qilib ko'rsatilibdi. Men bu qatimki izlanish jarayonida ingliz tilida so'zlanadigan kishilar uchun tayyorlangan qalbni sxemalashning har xil jumtallari borligini bayqadim.
Birinci resim kalp xaritasının bir misali depti. Kadarlı qarindaşlar, qarasanglar, rengli köreleysizler PDF yani Tor kitabıdan. Tövendeki mazmunlarni men qalbni sxemalash nima uchun ilm berdi va qalb xaritasini foydalanib, mingizning ijodiy qobiliyati va yushurun kuchidan to'liq foydalaning din iborat ikki parcha inglizcha maqolalardan foydalanib tayyorladim. Yine başka resimler varken, qadirli qarindoshlar, bunu şu Tor kitabından ko'rib olsanglar bo'ladi. Üçüncü resim, ben 1982 yılı Şinjan Üniversitesi'de okuvatkan vakitte muvaffaqiyat, teng, talant, qo'shilgan, tirishchanlik, qo'shilgan fursat degan muvaffaqiyat tenglimesini tüzgen idim. Bu yerde ben mezkur makale için aşı tenglimeni azrak kengaytib, onu bir qalb xaritasi qilib sizib baktım. Birinci, qalb xaritasının paydaları. Ben bu yerde birinci mənbədəki məzmunlarını qısqaça tonuşdurup ötümən. Birinci, radyasiyelik təfəkkür, radiant thinking. İnsanların mingisi siziqsiman şekilde işlemək, bir radyasiyelik şekilde, yani xuddi bir noktadan bütün etrafı nur çaqlab tarqılıvatqan vaqtdiki bilan oxşaş şekilde işleydi. Qalb xaritası da uşurlar insan mingisinin aşındaq işleş usulüne mas halda uğurlaştırılgan boludu. Yani onun da siz təfəkkürünüzni grup buluğucu, bağlıqıcı ve peyda qılğıcılarını işletiş arqalıq bir sxema ya ki xarita şeklinde ifadələysiz. Şunun bilan bu qalb xaritası texmo çonqur ideyalarni barlıqı keltirdi. Qalb xaritası menginizdeki ideyalarni tartib chiqarib, ularni köz bilen köglü bulduğan ve redlik urullaştırılgan bir nersige aylandırdı. Tədqiqat neticelerinin körüstüşçe insan mengisi ideyelerini grupalaş asasında işleşki mail bulup, o her bir ideye ve estisaklangan məlumat yaki uçurni başka onluğan, yüzlügen ve minliğen ideye ve uçurlar bilen bağlaydı. İkinci, este saklangan məlumat, memory. Qalbni sxemalash jarayoni o'qishtish, rang, ko'rinish va bo'shliq qatorliqlarni muvaffaq urug'lashtirish orqali amalga oshiriladi. Ilmiy tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, xotira qoldirish va yodlash bilan selishtirganda qalb xaritasi esda tutish va yodiga keltirish jarayonining unumini zo'r darajada o'stirdi. Bana kayıt okuvatay qadirli qarindoshlar. İlmi tədqiqat neticelerinin ko'rsatishicha, xotira qoldirish va yodlash bilan selishtirganda qalb xaritasi esda tutish va yodiga keltirish jarayonining unumini zo'r darajada o'stirdi. Uchinchi, yangilik yaratish, creativity. Qalb xaritasi yangilik yaratishni ilgari surdi. Hamda yangi ideyalarni o'ttirg'a qo'yish, brainstorming yığınlarında sizden yeni narsalarni o'ylab chiqishingizni osonlashtirdi. Qalb xaritasi kichik va nihoyat yaxshi o'rinlashtirilgan bo'lib, o yeni ideyalarni o'ylab chiqish sur'atini tezlashtirdi. Ideyalarning bo'shliqdagi tizilish qurilmasi sizning barliq ideyalarni bir vaqtda tez sur'atda ko'zdan kechirib, yeni bağlanışlarni oson tushunib, şu asasda sansızlığan yeni ideya, tefekkür, bağlanış ve gruplaşmalarını oylap çıkışınızga türkü buludu. Dördüncü, ögünüş, learning. Qalb xaritasi köngüllük, qiziqarlıq ve kişini ilhamlandırdıgan ögünüş usullarının biri. Qalb xaritasini yasab chiqishda rang, belge, halqılıq söz ve layihə cəhətdə tanlashlar köp bo'lganlikdan o'quvchilar o'zlarining yangilik yaratish iqtidorlarini joriy qildira oladi. Qalb xaritasi yana o'quvchilarning sinfda o'tilgan mazmunlarni hazm qilish iqtidorini o'stirib, ularning ishonchini kuchaytirdi. 5. O'qitish, teaching. Qalb xaritasi o'quvchilarning tushanchisini cho'nqurlashtiradigan bir unumli o'qitish qurolidir. Qalb xaritasini ishlatib,
bir ders planını bir parça resim bilen düşendirgili buludu. Qalb xaritasidan paydalanıp o'quvchilarmı özlerinin o'qish planlarini öz erkinlikini jari qildirgan asosda tüzüp chiqalaydı. Qalb xaritasının muhim muqim qilipi bo'lmaganlik uchun o sınıflarda işiltişkimi nait maskilidir. O balalarning yeni sahalarını tekşürüş ve yeni ideyalarını başkalarına düşendirişteki önümlük kuralımı bulalaydı. Balalar onundan paydalanıp öz ideyelerini yaxşı tizip çıqalaydı. Hem de uçurlarını iniq ve qiziqarlı qilib o'ttirga quyalaydı. Qalb xaritasi balalar o'ttirisidagi aloqani ilgiri sürüdü. 6. Doklat beriş. Presentation. Doklat bergende körüş kuvvetini ishqi selib hazm qiladigan narsalar bilan so'zlarni birlashtirishning foydasi ko'p bo'ladi. Ya'ni eg'iz tili bilan selishtirganda ko'z tili, visual language texmo iniq, ixcham, qiziqarliq, kasbiy, ishonchlik ve yaxshiroq tayyorlangan bo'lg'achqa onu tushunish eg'iz tilini tushunishdan osonroq bo'ladi. 7. Hamkorlashish. Group collaboration. Qalb xaritasi boshqalar bilan hamkorlashib, yangi planlarni tuzish yoki xalqaro projekt, ya'ni turlarni ishga oshirishning nihoyat isil qurolidir. Siz o arqalıq bir grupa kişilerinin ideyalarini bir dinamik ve icatkarlığa bay usulda toplayalaysiz. Hem ideyalarını bir qalb xaritasidagi muvafiq o'ringa qo'yib, ular ustida ochiq oshkora munozara elib boralaysiz. 8. Mesele hal qilish. Problem solving. Qalb xaritasi kishilarning meseleler ustida iniq o'ylanishiga, her xil ideyalar o'ttirisidagi munosabatni to'g'ri tushunishga va tushunishiga va shu asosda masalalarni hal qilishiga yordam qiladi. O sizning bir masalaning hamma taraflarini to'liq ko'rib, shu asosda siz foydalanalaydigan tanlashlar ustida yaxshi analiz yurgizishingizni yaxshi imkoniyatga ega qiladi. Shundaqla o sizning yangi bilimlarni birlashtirib, uçurlarını logikalik halda urullaştırıp çıkışınızı asallashtirib berdi. Kişilerin sol mengisi söz, logika, san ve tüz siziqliq jarayonni bir taraf qiladigan bo'lib, o'ng mengisi bo'lsa, egri siziqliq jarayon, rang, ritim, ko'rinish ve bo'shliqni bir taraf qiladi. Qalb xaritasi sol mengi qobiliyatlari bilan o'ng mengi qobiliyatlarini bir yerga yig'ib, ikki mengining fonksiyalarini texmo yaxshi moslashtirdi. Shu orqali mengining ish unumini eng yuqori darajaga ko'tardi. Ikkinchi, qalb xaritasi yasashning qadam bosqichlari degan mazmungan, qadrli qarindoshlar. Birinchi, xarita chizishni qog'ozning yoki ekranning eng o'ttirisidan boshlang. Shunda qilsangiz tarmoq ideyalarni o'zingiz xohlagancha qo'sha olasiz. Ikkinchi, merkezi ideyini bir resim bilen ifadelang. Çünkü bir resim ming sözge temkilidir. O sizden tefekkürünün toluq selişinizge yardım kılıdı. Bir merkezi resim qiziqarliq bulup, o sizden dikkatinizi bir yerge yığışınızını kapaletke ega kılıdı. Üçüncü, o'xshamagan ranglarni ishlating. Çünkü ranglar mengimiz uchun xuddi bir resimga o'xshashli qiziqarliq bo'ladi. O'xshamagan ranglar qalb xaritasini yangicha naite kuchga ega qilib, sizning tafakkuringiz yangicha hayoti kuchga ega qilib, sizning tafakkuringizga naite zo'r energiya qo'shadi. 4. Asosiy tarmoqlarni markaziy resim bilan tutashtiring. Ondan 2. darajalik tarmoq, 3. darajalik tarmoq qatorliqlarni ishlating. Sizning menginiz gruppalash asosida ishlaydi. Bu 2 ve ondan ko'p narsalarni gruppalashga moyil keladi. Agar siz tarmoqlarni tutashtirdi ekansiz, sizning tushunishiniz ve esti qoldirishingiz ko'p osonlashadi. 5. Tarmoqlarni tutashtirish uchun tuz siziq ishlatmay, egri siziq ishlating. Çünkü tuz siziq mengiz uchun bir zerikishlik narsa bo'lib tuyuladi. 6. Her bir siziqqa faqat birla halqaliq so'z ishlating. Shunda qilsangiz,
qalb xaritasi texmi kuchlik ve maslashgan bo'ladi. 7. Qalb xaritasining hamma yerda resim, ko'rinish ve belgilerini ishlating. Çünkü xuddi markaziy resimga o'xshashla her bir resim 1000 so'zga barobar bo'ladi. Eğer sizin qalb xaritanızda 10 parça resim bor bo'ladigan, o xarita 10.000 so'zni o'z ichiga olgan bo'ladi. 4. resim qalb xaritasi sizishning usulini tushuntiradigan bir parça İngilizce qalb xaritasi debdi. Qadrli qarindoshlar, mayali ko'rganga o'xshash. Bunu tor kitapni tushirib ko'rsanglar bo'ladi qadrli qarindoshlar. 3. mazmun qalb xaritasiga o'xshab ketadigan boshqa texnikalar. Men o'zimning burunqi g'aribliklarning yozish uslubi degan yozmasida ijtimoiy fan uqumlarini resim bilan tushuntiradigan resimlik tashkillovchilar va uqum xaritasi degan uqumlarni qisqacha tunishtirgan edim. Aşı uqumlar qalb xaritasi ilmi bilan asos jihatdan o'xshab ketadi. Ulardan boshqa yalg'iz tabiiy fan, texnologiya va injenerlik sohasida ishlatiladigan hamda tabiiy fan bilan ijtimoiy fan sohalarining har ikkisida ishlatiladigan yana bir qism resimlik qurollar bor bo'lib, men tuvanda ularning ichidagi hozir ismga kelganlarini qisqacha tilga olib o'taman. Katakchi sxema, block diagram. Onu kişiler tabiiy fan ve ictimai fan sahalarının her ikisi işletildi. Bundaq resimde her bir katakça bir xil ayrım fonksiyaya yoki bir ayrım qadam bosqichga vakillik qiladi. Bu kural ictimai fan sahasidagilar uchun qimmatli bo'lib, men Uyg'ur ziyolilarining qalb xaritasi bilan katakchi sxemini keng turda qo'llanishiga başlashini umid qilaman. 5. resim mening maqola yozish va uni to'rlarga chiqarishdagi qadam bosqichlarini tushuntiradigan katakchi sxema. O'qirmanlar mening har bir yozmamning oxiridagi bu maqolani inimiz bidakar tahrirladi degan so'zni ko'p ko'rdim. Her bir parça maqolani yozib tamomlashdim. Men 1. ve 6. bosqichlarni qilaman. Qolgan 4 bosqichni pidakar ukimiz qiladi deb bu jinim do'stlar, qarasanglar erkin akamniki ishlatgan diagramlar ekan, qalb yani katakchilik uqum xaritasi ekan, katakchi sxema ekan, qadrli qarindoshlar. İkinci beliq so'nggi sxemasi. Fishbone diagram. Yenidan taraqqiy qildirayotgan bir mahsulot yoki burun chiqarilgan bir mahsulotda masala ko'rilgan vaqtda, shu masalaning yadroliq sababi root cause ni tepib chiqish uchun şirket başlıkları bilen şirket texnikalik xodimlari bir yerga jam bo'lib, masalaning sabablarini tepib chiqib, ularni tuvandagi 5. resimda ko'rsatilgandek bir beliq so'nggi sxemasi shaklida tizib chiqadi. Ba'zida mushundaq yig'in bir qancha oy, hatto bir qancha yilma davomlashadi. Rahbariy va texnikalik xodimlar o sabablar ustida cho'nqur analiz yurgizib, eng oxirida yadroliq sababni tepib chiqadi. Andın o meseleni hal kılıdı. Ben 1997 yılın 2004 yılgıcı boğan aralıkta Kaliforniya'nın Krimli jilg'isidagi yuqori texnologiya şirketlerinde işleyen vaqtimda aşundaq jarayonlarga ko'p qitim qatnashgan. Hamda bir qancha mahsulotdagi masalani tepib chiqishda hal qilg'uch rollarni o'ynagan edim. Hozirgi idoram GPL Demo necha 100 milyon dollarlik ikki cho'ng teleskop türida aslida loyihalangan teleskop bilan yasalgan teleskopning ishlash ahvoli o'ttirisidagi farqning sababini kompüter hisoblashi orqali tepib chiqishga intayin halqalıq rol o'ynadim. Hozir 3. teleskop türüdimi shunga o'xshash ishni qilyapman debdi erkin akamiz. Qarasanglar fishbone beliqning qiltiriqiga o'xshash shundoq ko'rsatkichlar bilan sizib chiqqan diagram ekan, sxema ekan. 3. sxemalik resim. Schematic diagram. Bundaq resim tabiiy fan, texnologiya va injenerlik sohasida nihoyat ko'p ishlatiladigan bo'lib, u hozir intayin umumlashib ketdi. Uni qalb xaritasiga bir az o'xshab ketadi. Tuvandagi 7. resimda ko'rsatilgani men 2009 yil Amerikada o'tkazilgan bir cho'ng xalqaro ilmiy doklat yig'inida doklat berganda ishlatgan sxemalik resim bo'lib, o bizning idoradagi bir murakkab olam teleskopi
tecrübe kurulmasının mühim elementleri, yoki qismlari ve ularning ishlash prinsipini tushundirdi. Onun da kurulmanın o'xshamagan yerlaridagi nur ayniki yuzlarining mo'ljallangan tekşirlik resimlerimi to'liq ko'rsatilgan bo'lib, bu bir parcha resim intayin ko'p uchurlarni o'z ichiga oladi. Bizning xizmetimizde mushundaq sxemalik resimlar intayin muhim rol o'ynaydi, debdi Erkin Sidiq akamiz. Qarasanglar, şu resim. Yani 7. resim sxemalik resimlerinin bir misali. Men bunu şu Erkin bayatın degan gapken yuqorida. 4. Eqim resmi. Flow chart. Tabiiy fen ve ictimai fen sahasida ko'p ishlatiladigan eqim resimleri deb atiladigan yeni bir qurilma bor bo'lib, 7. resimde men onun bir misalini ko'rsatib qo'ydim. Bu resim men keşif qilib NASA'nın yeni keşfiyat ve alayda töhfe mukofotiga erishgan bir algoritm, matematik usulning ishlash prinsipini tushundiradigan eqim resmi bo'lib, men onu 2007 yılı bir xalqarалық ilmiy doklat yig'inida doklat berganda çoğun ekranda ko'rsatgan materiallar qatorida ishlatgan edim. Eqim resmini katakchi resimning tabiiy fanlar uchun vujudga keltirgan nusxasi deb qarashga bo'ladi. Jenim do'stlarim, qarab baqsanglar, bu sxemalarni ko'rasizlar. Eqim resminin bir misali bayatın kögünümüz. 4. Ahirki söz. Hazır g'arbdagi taraqqiy qilgan ellarda ijtimoiy fan sohasidagi kasbiy xodimlar tabiiy fan tili, tabiiy fan uqumi va tabiiy fan qurollarini bag'ansiri ko'plab qo'llanish tarafga qarab yuzlanyotdi. Shu orqali ijtimoiy fan sohasidagi o'rganish qiyin, tushunish qiyin, esda qoldirish qiyin, yodiga keltirish qiyin ve işletiş qiyin bo'lgan bir qism hukmlarni osonlashtirish jihatda tez ilgirlab, nihoyat zo'r payda ko'ryapti. Men Uyg'urlar ichidagi ijtimoiy fan ziyolilarining bu yuzlanishga yetarli darajada ahamiyat berishini hamda o'zlarining kasbiy va ijodiy xizmatlarida nihoyat yuqori unum beradiganligi to'liq isbotlanib bo'lgan qalb xaritasiga o'xshash zamonaviy ming qurollaridan to'liq foydalanishga qarab yuzlanishini to'liq umid qilaman. Men o'zimni buningdan keyin o'z yozmalarimda qalb xaritasi ve katakchi resimlerini angliq holda eng yuqori darajada ko'plab ishlatishga tirishiman. Men yuqoridagi 3. resim bilan 5. resimni Microsoft şirketining PowerPoint, ya'ni Uyg'urcha nimada Windows'ta, Office'da bu PowerPoint deganda tam resim, tam tasvir deb opto qadrli qarindoshlar. PowerPoint yumtali bilan sizdim. Demak, yuqorqidek qurollarni ishlatish uchun maxsus pul chiqim qilish zurriyatim yo'q. Men barliq qarindoshlardan o'z kompyuterlaridagi mushundaq iqtidorlardan to'liq foydalanishini umid qilaman debdim. Yani bir yerde kompüter dersleri de bir ders var. Orada YouTube'a kesinlikle görürsünüz. Aşağıdan size şu PowerPoint'la alakadar materyallar var. Ben hazır bunu nimege yazıp koysam buludu kadarlı qarindoshlar. Şu dersninki astıga yazıp koysam şahidin kurbasanlar mı buludu. Kompüter. Mesela Uygurca derslikler, Uygurca kompüter derslikleri, onun oynatma listeleri deyilgan playlist degan yer var. Açtığın içi ikisiyle Office kuralları var. PowerPoint 2010 degan dersmi şeydi var. Şu dersten faydalanıp öğrensenler qadarlı qarindoshlar nihoyat yaxshi bo'ladi. Men buni şu dersninki ostiga bir şeyga ilib qo'yma. Şahidin ko'rib olsanglar bo'ladi. Canım dostlarım. Anda olsa bugünkü bu qalb xaritasi to'g'riliq ders shunchalakan, onunla olab biz ruhiy sog'lomlik degan mazmunni birlikda ko'rib ko'rib chiqamiz qadrli qarindoshlar. Ruhiy jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish debdi. Bu hazır bizninki ruhiy sağlamlıkka erişimizde nihayet mühim kurallardan, usullardan birisi.
bu usullarni qo'llansanglar bo'ladi. Hammadan yaxshi usul haqiqatan Qur'oni Karimni tushunib o'qish, Allohning gapiga quloq solish. Buni qo'shimcha usul qatorida foydalansanglar, Qur'onni shunda o'qisanlar, o'qishingga tushunishingizga foydasi va o'zingizlarmi sog'lom bo'la olasizlar qadrli qarindoshlar deb o'ylayman. Ruhiy jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish. Bu turmushning muhim savodlari va saboqlari degan Erkin akamizningki kitobida bor qadrli qarindoshlar. Buni Tor kitobidan ma'rifat.comdan, shaydan Tor kitoblar bölümüden tushirib o'qisanglarmi bo'ladi. Bu 2016-yil 4-ayning 28-kuni vatanda Tor betlarida nashr qilingan mazmun. Dunyoga dangli korxonachilar jurnali Forbes'ning maqola avtori, psixologiya doktori Amy Morin xonim 2014-yili ruhiy jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish degan ismli bir kitob chiqargan bo'lib, men mazkur maqolada shu 13 ishni qisqacha tunishtirib o'taman. Nurg'un kishilar o'zlarining jismoniy jihatdagi ortiqchiliklari bilan badan sog'lomligiga ahamiyat berib, ruhiy jihatda kuchli bo'lishga ancha ahamiyat berib ketmaydi. Amaliyotda bo'lsa, ruhiy jihatda kuchli bo'lishning qimmati texmo yuqori bo'ladi. Ruhiy jihatda kuchli bo'lishning xalqiliq xususiyatlari ustida to'xtalgan nurg'un maqolalar faqat keskinlik, jasoratlik, umidvorlik va yengilmaslik iqtidorlarining gapini qiladi. Ammo biz ruhiy jihatdagi kuchlikni ruhiy jihatda kuchli kishilar qilishdan saqlanadigan ishlar orqali to'nib yetalaymiz. Tuvandagisi ruhiy jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ishdan iborat. Birinchi, qilgan ishiga pushaymon qilib, vaqt isrof qilish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar o'zlari paydo qilgan ahvollar uchun pushaymon qilmaydi yoki o'zlari yo'liqqan muomalalar haqida ko'p o'ylanib ketmaydi. Ular o'zlarining ish harakatlari va ularning oqibatlarining mas'uliyatini o'z ustiga olishni o'rgangan bo'lib, turmushda adil bo'lmagan kishilar ishlarning yuz berib turadiganligini to'liq tushungan bo'ladi. Ular o'zlari paydo qilgan nachar ahvollar ichidan аңлы holda qutulib chiqa oladi. Hamda uningdan erishgan tajriba saboqlardan minnatdor bo'ladi. Ba'zi ahvollar nacharlik yuzlanganda ular shundoq bo'lib qoldi degan pozitsiyada bo'ladi. Yoki bo'lmasa, endi elishga tegishlik eng yaxshi qadam qaysi deb o'ylaydi. Ikkinchi, o'z huquqi yoki nupuzini boshqalarga o'tinib berish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar boshqalarni o'zlarini tuban yoki yomon ko'rsatgan huquqqa yoki o'ringa ega qilib qo'yishdan saqlanadi. Ular o'zlarining ish harakatlari bilan o'zlarining kayfiyatlarini o'zlari kontrol qiladiganligini biladi. Ular o'zlarining ortiqchiliklari, o'zlarining tashqi ahvollariga qanday inkas qaytarishida ifodalanganligini biladi. Uchinchi, o'zgarishdan o'zini qochirish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar o'zgarishlarni qabul qiladi va o'zlariga yuklangan qiyin o'tganlarni qarshi oladi. Ularda andisha mavjud bo'lgan taqdirdami, o andisha o'zlariga noma'lum ishlardan kelmay, balki o'zlarining qanoatchan va passiv bo'lib qolishidan keladi. O'zgarish va aniqsizlik ruhiy jihatda kuchli odamlarga yangi energiya ato qiladi. Shuning bilan o odam o'z qobiliyatlarini eng yuqori darajada joriy qildirdi. 4. O'zi kontrol qilolmaydigan ishlarga kuchini isrof qilish. Ruhiy jihatda kuchli kishilar mashina qistonchiligi, yo'qolib ketgan somkisi yoki boshqa kishilar haqida ancha ko'p vaysimaydi. Chunki ular yuqoridagi ishlarning o'z kontrollik ostida emasligini tushunadi. Ma'lum bir nachar ahvolga yo'liqqanda ular doim kontrol qila oladigan bir narsa, ular o'zlari qaytaradigan inkas va ularning o'z pozitsiyasi ekanligini tushunadi. Hamda ular bu haqiqatdan obdan foydalanadi. 5. Boshqalarni xush qilish ustida qayg'u urush. Ba'zi kishilar boshqalarni xush qilishga amroq keladi. Ya'ni ba'zi kishilar bo'lsa, boshqalarning ko'nglini ranjitishni o'zlarining
ortiqchiligining namoyandasi hisoblaydi. Bu ikki kishining har ikkisi yaxshi ish emas. Ruhiy jihati kuchli kishilar fazilatli bo'lishga, adil bo'lishga va muvofiq paytda boshqalarni xush qilishga tirishadi. Shundaqla gapni uch qilishdan qo'rqmaydi. Ba'zilar xafa bo'lganda va ma'lum bir ahvolni boshqalar kontrol qilganda ruhiy jihati kuchli kishilar uning rozilik bilan taqat qila oladi. 6. İlmiy usulda tavakkulchilik qilishdan qo'rqish. Ruhiy jihati kuchli kishilar ilmiy usulda yoki hisoblab turib tavakkulchilik qilishni xohlaydi. Bu qarg'ularcha tavakkulchilik qilish bilan zodila o'xshamaydigan bir ish. Ruhiy jihati kuchli kishilar qilmoqchi bo'lgan ishning xatiri bilan foydalar ustida mukammal o'ylanib, yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan ishlarni to'liq baholab, yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan eng nachar ssenariyalarni to'liq mo'ljarlab, andin ish boshlaydi. 7. Burunqi ishlarga petib qilish. O'tmishni e'tirof qilish, bo'libmi burunqi ishlarning qo'lga keltirgan tajriba saboqlarni e'tirof qilishning foydasi ko'p. Ammo ruhiy jihati kuchli kishilar burun yuz bergan salbiy ishlar yoki o'tib ketgan oltin davrlar uchun o'zlarining ruhiy kuchlarini isrof qilmaydi. Ular o'zlarining ruhiy energiyasining ko'p qismini hozir va kelgusini parlaq qilishga sarf qiladi. 8. O'xshash xatoliklarni takror sodir qilish. Bir odam ma'lum bir ishni ko'p qatim takrorlab qilib, uningdan burunqisi bilan o'xshamaydigan bir natijani kutganda, biz u odamni sarang bo'lib qopti deymiz. Ruhiy jihati kuchli kishilar burunqi ish harakatlarining mas'uliyatlarini o'z ustiga to'liq elib, sodir qilgan xatoliklaridan tajriba saboq olishga rozi bo'ladi. İlmiy tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, o'z o'zini to'g'ri va unumli tushunib turish ajoyib muvaffaqiyatlarni qozonadigan kishilarning eng kuchli ortiqchilarining biri. 9. Boshqalarning muvaffaqiyatiga norozi bo'lish. Boshqalarning muvaffaqiyati uchun haqiqiy turda xushal bo'lish nihoyat kuchli kishilik xarakter talab qiladi. Ruhiy jihati kuchli kishilar ana shunday xarakterga ega bo'ladi. Ular boshqalar muvaffaqiyat qozonganda hasadxo'rlik qilmaydi yoki norozi bo'lmaydi. Ruhiy jihati kuchli kishilar o'zlari uchun muvaffaqiyat fursatlarini yaratish uchun qattiq tirishadi hamda oson yo'lga intilmaydi. 10. Mag'lub bo'lganda qilayotgan ishidan voz kechish. Her bir mag'lubiyat o'zini texmi yaxshilashning bir fursati. Zurur muvaffaqiyatlarni qozongan kishilarmi dastlabda ko'plagan mag'lubiyatlarga uchraganligini e'tirof qiladi. Ruhiy jihati kuchli kishilar zurur bo'lganda qaytilab mag'lub bo'lishga rozi bo'ladi. Ularning bunday ahvoldagi birdan bir sharti har qitimliq mag'lubiyatdan erishgan tajriba saboq ularni eng oxirgi nishonga uzluksiz yaqinlashtirib mangadi. 11. Yolg'iz qilishdan ensirash. Ruhiy jihati kuchli kishilar o'zlari yolg'iz o'tkazgan vaqtlardan huzurlanadi. Hatto undaq vaqtlarni qadrlaydi. Ular ishlamagan vaqtlarni burunqi ishlar ustida o'ylanish, keyingi ishlarni planlash va g'usulluq ishlarni qilish uchun ishlatadi. Eng muhimi, ular ko'tarinki ruhliq bo'lish va irodasini chingitishda boshqalarga tayanmaydi. Ular boshqalar bilan bo'lganda xushal o'tadi, shundaqli yolg'iz qolgan vaqtlarni xushal-xuram o'tkazadi. 12. Dunyo menga qarzdor deb o'ylash. Ruhiy jihati kuchli kishilar mening qanday tayyorliklarni ilib borganligim ve qandoq o'qishlarni tamomlaganimdan qat'iy nazar dunyo menga maosh berishga, menga farovonlik narsalarni ta'minlashga va meni bir yaxshi turmushga erishtirishga qarzdor deb hargizmi o'ylamaydi. Ruhiy jihati kuchli kishilar har bir qadamda o'z qobiliyatlariga asosan ishlash ve şu asasda muvaffaqiyatlik bo'lishga tayyor turdi.
13. Derhal netice kazanışını ümit kılış. Qandaq iş qilishdan qat'iy nazar ruhiy jihatda kuchli kishilar uzun muddatlikka idiviy tayyorlik qiladi. Ular hargizmi qilgan ishidan darhol natija chiqishni umid qilmaydi. Ular o'zlarining energiyasi bilan vaqtni intayin yaxshi planlab ishlatib, musobaqa jarayonida amalga oshirgan har bir ilgirlash va qozongan har bir kichik muvaffaqiyatni tabriklaydi. Ularda uzun muddatli bardoshlik berish qobiliyati bor bo'ladi. Ular haqiqiy turda o'zgarish yasash uchun vaqt ketadiganligini tushunib yetiglik. Foydalangan manbalarda qadrli qarindoshlar, mentally strong people, the certain things they avoid degan maqola ekan. Uni inglizcha o'zingizlar izlanib ko'rib baqsanglar bo'ladi, qadrli qarindoshlarim. Biz hozir birlikda o'rganayotgan ders bu Erkin Sidiq akamizniki bizning nashriyotimizda nashr qilgan tadbir nashriyatidan Turmushning muhim savodlari va saboqlari degan asari bu 250 necha betli kitob qadrli qarindoshlar. 258 betli kitob. İnşallah buni to'rdan tushirib ko'rsanglarmi bo'ladi qadrli qarindoshlar. Endi ruhiy jihatda kuchli bo'lishning bir qancha usullari degan maqolani birlikda o'rganib o'tamiz. Bu maqola 2016-yili 5-oyning 5-kuni vatanimizdagi to'rbetlarda e'lon qilingan ekan, qadrli do'stlarim. Ruhiy jihatda kuchli bo'lishning bir qancha usullari. Men oldingi yozmamda dunyoga dangli korxonachilar jurnali Forbes'ning maqola avtori, psixologiya doktori, Amerika Miami shtati Lincoln shahridagi bir universitetning psixologiya o'qituvchisi va About.com tor betining 10 necha yoshlik o'smirlar tarbiyasi mutaxassisi Amy Morin xonimning 2014-yili nashr qildigan Ruhiy jihatda kuchli kishilar saqlanadigan 13 ish degan kitobining mazmunini qisqacha tunishtirgan edim. Amy xonim 2013-yili dekabrda ruhiy jihatdagi kuchliligimizni o'stirishning 5 xil unumlik mashqi degan temada bir parcha maqola e'lon qilgan bo'lib, men mazkur yozmada shu maqolaning asosiy mazmunini tunishtirib o'taman. Ruhiy kuchlilikning aniqlamasi. Psixologiya ilmi ko'pincha vaqtlarda ruhiy sog'lomlik masalasi ustida to'xtalib, ruhiy jihatdagi kuchlilik yoki ruhiy kuchlilikning ro'shan aniqlamasini ancha tilga olib ketmaydi. Ruhiy kuchlilik deganimiz Uyg'urchada ruhiy sog'lomlik degan gap bor, qadrli qarindoshlar, menimcha shu mazmun deb o'ylayman. Siz kirib qolgan ahvolning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kayfiyatingizni boshqarib va tangshab, tafakkuringizni kontrol qilib, ijobiy yo'sinda ish olib berishingizni ko'rsatadi. Ruhiy kuchlilikni yetildirish deganimiz o'z qimmat qarashingiz bo'yicha yashash irodasini vujudga keltirish va muvaffaqiyat haqida o'zingiz bir aniqlama o'ylab chiqishga jur'at qiladigan bo'lishni ko'rsatadi. Ruhiy kuchlilik irodadan ko'proq narsani o'z ichiga oladi. U yana o'zining barlig'ini atash va qattiq tirishishni talab qiladi. O sağlam odatlarni yetildirish va o'zingizning vaqti bilan energiyasini o'zingizni yaxshilashga atashnimi o'z ichiga oladi. Turmush oson bilinganda kishilar o'zlarini ruhiy jihatdan kuchli his qiladi. Ammo kishilarning haqiqiy ruhiy kuchliligi tragediyalar yoki fojialar yuz berganda ondan o'z qiyofatini to'liq oshkorlaydi. Sizning ruhiy kuchligingizni o'stiradigan mahoratlarni yetildirish yo'lini tanlash o'zingizni hayotdagi saqlang'ili bo'lmaydigan to'sqinliklarga tayyorlashning eng yaxshi usuli. Ruhiy kuchlilikni yetildirishga foydali bo'lgan mashqlar ko'p bo'lib, tuvandagisi shularning ichidagi 5 xil mashqdan iborat. Birinchi, o'zingizni yadroliq e'tiqodni
özünüzün yadroluk itikadını bahalap çıkış. Biz hemmimiz özümüz, öz hayatımız ve dünya hakkında okşamagan yadroluk itikadlarını yetildirdik. Yadroluk itikat vakitning ötüşü bilen tedrici yetildi. Hem de o özümüzün burunqi sergüzeştleri tarafından belgilanadi. Sizning onundan haberiniz bar yoki yo'q bo'lishidan qat'iy nazar, sizning yadroluk itikadınız, sizning o'y fikrlaringizga, sizning ish harakatingizga ve sizning kayfiyatingizga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zida yadroluk itikadlar xato ve unumsiz bo'ladi. Masalan, agar siz men öz hayatımda mengü muvaffaqiyatli bo'la olmayman degan tonishga ega bo'ladi ekansiz, siz özünüzge en muvaffaq keladigan bir xizmatni tepishga intilmasligingiz hem de yeni xizmatga kirish ko'rishida özünüzni to'liq tasvirlab berolmasligingiz mumkin. Şunlaşqa, sizning yadroluk itikadınız bir öz özünüzden qanoat his qildiradigan hukmga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun özünüzning yadroluk itikadini tepib chiqib, uni obdan bağlab bakın. Aldı bilen tushunish oson e'tiqodlarni tepib chiqing. Ondan odatdagi qoidalarga uygun kelmaydigan e'tiqodlarga yuzlaning. Hayotda davomliq bo'ladigan va mangu bo'lmaydigan ishlar intayin oz. Yadroluk e'tiqodni o'zgartirish maqsadlik niyat va qattiq tirishchilikni talab qiladigan bo'lib, agar siz o'zingizning yadroluk e'tiqodini to'g'rilaydi ekansiz, o sizning hayotingizni o'zgartiradi. Ikkinchi, ruhiy energiyangizni aqlonlik bilan ishlatish. O'zingiz kontrol qilolmaydigan, o'zingiz kontrol qilolmaydigan ishlarning andishisini qilish bilan o'zingizning menga quvvatini isrof qildi ekansiz, sizdagi ruhiy energiya nihoyat tezda tugab ketadi. O'zingiz bir taraf qilolmaydigan salbiy masalalar ustida qancha ko'p o'ynaydi ekansiz, ijobiy ishlar uchun ishlatalaydigan energiyangizning miqdori shuncha bak ozlab ketadi. Masalan, bir yerda o'ltirib olib, havo klimati haqida berilgan oldin ma'lumot ustida andish qilishning hech bir foydasi yo'q. Agar bir vahshiy bo'ron chapqon siz turayotgan joyga qarab kelayotgan bo'lsa, sizning uning ustida andisha qilishingiz o bo'ron chapqonni to'sib qala olmaydi. Bundaq ahvolda eng yaxshisi siz uningga tayyorlik ko'rish yo'lini tanlang. Bütün kuchingizni o'zingiz qila oladigan ishlarga markazlashtiring. Ruhiy energiyangizni biror masalani hal qilish yoki kelgusi uchun nishon tuzishga o'xshash foydali ishlarga sarf qiling. Ma'lum bir ish ustida tafakkur qilib, uningdan bir natija chiqara olmaydi ekansiz, o'zingizning ruhiy energiyasini aniq holda boshqa bir foydali temaga yo'tgan ruhiy energiyangizni aqlonlik bilan ishlatishni takrar mashq qilgan sari o bir odatga aylanadi. Uchinchi, salbiy tafakkurlaringizning o'rnini foydali tafakkurlarga berish. Ko'pinchalarimiz o'z tafakkurlarimiz ustida o'ylanmaymiz. Shundaqdimi, o'zingizning tafakkur qilish odatini yaxshi tushunish o'zingizda chidamchanlik qobiliyatini yetildirishga foydali. Men hech qanday ishni to'g'ri qila olmayman deganga o'xshash ko'ptirib etilgan va salbiy ideyalar sizning o'z iqtidoringizni to'liq joriy qildirishingizga to'sqinlik qiladi. Shunlashqa salbiy tafakkurlaringizni eng dastlabki tizginlab, ularning sizning ish harakatlaringizga ta'sir ko'rsatishining oldini oling. Haddidan ziyoda salbiy ideyalaringizni tepib chiqib, ularning o'rniga foydali ideyalarni, ijobiy ideyalarni turg'izing. Ijobiy ideyalar haddidan ziyoda ijobiy bo'lib ketmasimi bo'ladi. Ammo ular amaliyotga uyg'un, realistik bo'lishi kerak. Tanqunlashgan ideyalar. Mening ba'zi ojizliklarim bor, ammo menda ortiqchiliklarım nihoyat ko'p deganga o'xshash bo'ladi. O'zingizga ideyalarni o'zgartirish sizdan davomli kuzatib turishni talab qiladi. Ammo shunday bir jarayon o'zingizga barliq yoshurun qobiliyatlarni to'liq ishga solishda hal qilib rol o'ynay oladi, qadrli qarindishim.
To'rtinchi, rahatsizlikka chidashni mashq qilish. Ruhiy jihatda kuchli bo'lish deganlik kayfiyati buzilishdan har vaqt saqlanish deganni ko'rsatmaydi. Amaliyotda ruhiy kuchliklik sizning o'z kayfiyatingizni har vaqt nihoyat aniq bilib turishni, shu orqali yo'liqqan ahvolga inkos qaytarishda eng yaxshi yo'lni tanlash imkoniyatiga ega bo'lishni talab qiladi. Ruhiy kuchliklik o'z hissiyotingizning kontrolligi ostiga tushib qolmay turib, ularni to'liq qabul qilishni o'z ichiga oladi. Ruhiy kuchliklik qanday vaqtda o'z hissiyotingizga qarshi ish tutish kerakligini tushunishni o'z ichiga oladi. Rahatsız hissiyotlarga chidash sizdan ko'plab mashq qilishni talab qiladi. Hamda sizning ishonchinizning kuchayishiga ergishib, unda qilishmo osonlashib mangadi. Siz qanday odam bo'lishni istasangiz, shunday odamga o'xshash ish qilib berishni mashq qiling. Men ochiq yuriq odam bo'lsam deb o'tirishning o'rniga, mayli siz yaxshi ko'ring yoki ko'rmang, ochiq yuriq bo'lib yashashga urinib baqing. Ba'zida cho'ngroq foyda uchun bir qism rahatsizliklarni boshdan kechirishga to'g'ri keladigan bo'lib, ashundaq rahatsizlikka chidash orqali siz azroqdan o'z orzuyingizga yetalaysiz. Qadrli qarindoshlar, biz hozir o'rganayotgan mazmun turmushning muhim savodlari va saboqlari Erkinchilik yozmalari 7-qism Tadbir nashriyati tarafidan nashr qilgan kitobni o'qiyapmiz. Mazmun qalb xaritasini o'rgandik. Ruhiy sog'lomlikqa aloqador 5 texnikani o'rganyapmiz. 5-mazmun shu texnikaninki har kuni hosil qilgan ilgirlashlarni bağlab turish debdi. Men buni o'tishdan burun bu rahatsizlikka chidashni mashq qilish debdi. Meningki rahmatli dadam Abdug'ani G'o'janinki deydigan bunday bir so'zi bor. Ey o'g'lim, barliq qiyinchiliklarni o'zing ilgirlaydigan Qur'on tashlar, ya'ni pashtaqlar qilib mang'in ilgirlar. O qiyinchilik seni chiniqtiradi. Sen o chiniqish orqali texmi yaxshi karg'i kelsa. Masalan, pichoqni ketmanni ishlatgan siri o shuncha o'tkirlishdi jinim o'g'lim. Degan shunga hamda rudimentlashib qolmay biz o'zimizni doim chiniqtirib turishimiz kerak. 5-chi, har kuni hosil qilgan ilgirlashlarni baholab turish. Hozirgi zamondagi jiddiy hayot odamga burunqi ishlarni eslab o'ylanish fursatini nihoyat oz beradi. Siz chuqur maxsus vaqt ajratib, o'zingizni ruhiy kuchlikni yetildirish jihatida qo'lga keltirgan ilgirlashlarni baholab va u haqda o'ylanib turing. Har kuni kechda o'zingizning tafakkurlari, hissiyotlari va ish harakatlari haqida nimalarni bilib olganligingizni bir qatim dangsab baqing. Shundaqla atsi amalga oshiradigan ishlarni planlab chiqing. Ruhiy kuchliklikni yetildirish bir xil uzun muddatlik vazifa. Bu vazifani o'rinlash jarayonida yaxshilashga tegishli ishlar har doim chiqib turdi. Bu jarayon ba'zida oson, ba'zida qiyin tuyuladi. Qo'lga keltirgan ilgirlashlarni davomli baholab turish sizni o'z qimmat qarashingiz bo'yicha yashab turib, ko'zlagan muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega qiladi. Qadrli qarindoshlar, tadbirga isim darslarininki 51-si mana bu yerda tamam bo'ladi. Agar bu darsni yoqtirgan bo'lsanglar, bular hozirgi shu ruhimiz jihatda kayfiyatimiz buzilgan ahvollarda bularni qanday kontrol qilishni, qanday aql yurgizishni, ishni qanday planlashni aytibdi. Erkinchilik akamiz bu kitoblarida boshqa danglik kitoblardan foydalanib, Alloh Erkinchilik akamizdan rozi bo'lsin, sizlardan rozi bo'lsin qarindoshlarim. Allohning o'ziga omonat. 52-darsimizda ko'rishishga omon bo'linglar. Unutib qolmanglar, bir yilda 52 hafta bor. Biz 52 shanbani mana shundoq ma'nilik o'tkazib inshaalloh. Alloh buni kuchliq savobni beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.